Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz sizlarga Qozog'istonda qanaqa safar qilganimizni aytib beramiz. Xo'p, do'stlar, biz bir hafta oldin Qozog'istonga borib keldik. Bilaman, Qozog'iston yaqin davlat bo'lsa ham, lekin biz sizlarga aytib bermoqchimiz, qanaqa safarda bo'ldik, nimalar qildik, qanday boriladi, mashina bilan borsanglar qanaqa, taksi bilan borsanglar qanaqa, sizlarga hozir qisqacha aytib o'tamiz. Lekin taksi ma'lumoti bizda anig'i yo'q, chunki biz mashinada bordik-ku. To'g'ri, hamma ma'lumot beramiz, lekin biz mashinada bordik. Evet. Nimadan boshlaymiz? Menimcha yo'ldan boshlash kerak. To'g'ri. Qoplonbekdan chiqasizlar. Oson, o'chirib olasizlar. Mashina bilan parkovga kirasizlar. Necha minut? 20 minutda kirib ketdik, ha? 20 minutda уже tamojaga kirasizlar. Tamojani 20-30 ming parkovka to'lovlari bor. Kopeyka to'lovlarni qilib, tamojaga o'tganinglardan so'ng ish boshlaydi. Nima degani? Biz umumiy 4,5 soatda chiqdik. 4,5 soatda chiqdik. Ya'ni bu degani o'chir juda ko'p. Kunduzi borishni tavsiya qilmaymiz. Faqatgina shu 6-7 dan keyin mashina kam bo'lar ekan. 6-7 dan keyin borish shart. Yoki qiynalib qolasizlar. Bitta o'zingizlar bo'lsa, işte o'rtoqlar bilan chiqayotgan bo'lsanglar problem yo'q-ku. Oilalar bilan, bolalar bilan juda qiynalasizlar. O'shaning uchun Xo'p, do'stlar. Akamlar to'g'ri aytdilar. Abetdan keyin kechqurun iloji bo'lsa yo'lga chiqsanglar, o'zingizlar uchun plyus vaqtdan yutasizlar, chunki mashinadagilar mashinada kutib o'tadi, problem emas. Men o'zim peshkom o'tganim uchun men 20 minut mashinada kutdik, keyin men peshkom kirib ketdim. U yoqdan yana 20 minutda qaytib chiqdim Qozog'istonga. Va 4 soat ya'ni mashina chiqishini kutib turdim bu yoqda. Chunki Qozog'iston tarafda o'tiradigan joylar juda ham kam. Bunaqa o'tiradigan, kofe ichib o'tiradigan joylar yo'q. To'g'risini aytsam, ozgina og'ir ahvolda. Normalniy joy yo'q. Ha, normalniy joy yo'q. Putinskiy anaqalar bor. Ha, somsaxonalar bor, shunaqa joylar bor, lekin u yoqda отравление garantiya bo'lgan narsa, hamma narsa bor. Xullas, o'tirib bo'lmaydi-da, xullas. Shunaqa oyoqda turish kerak, o'tiradigan joy yo'q. Hamma tikka oyoqda, xullas, shunaqa kutadi. Men rosa qiynaldim to'g'risi. U yoqdan chiqqandan keyin biz 5 soat, 4 soat yo'lda chiqdik yoqdan. Keyin o'sha Shimkent o'zi juda ham yaqin. Toshkentdan 2 soat ko'rsatuvdi. Biz 2 soatda borib, kechqurun qaytib kelamiz deb o'yladik. Va bemalol ertalab chiqdik. O'zi obeddan keyin soat 5 tada o'tdik yo'lga. O'sha keyin Shimkentga borgunimizgacha ham soat 7 bo'ldi. O'sha yomon charchavdik yo'ldan. Bizga o'sha qiziq emas edi. O'sha aylanib, boshqa qilib ovqatlandik, keyin otelga joylashdik, bir kun dam oldik va ikkinchi kun Obeddan keyin chiqib ketdik. Ikkinchi kun obeddan keyin chiqdik to'g'risi. Va eng bu yoqda biz tushunmagan narsamiz o'sha kunni o'zi, birinchi kunni o'zi hech nima qilmadik to'g'risi. $100 yo'q qildik. Просто так. Mashinada bordik, to'g'risi. Mashina BYD, elektromobil bo'lgani uchun hech qanaqa gaz anaqa neydi? Benzin. Ha, benzin qo'yganimiz yo'q. Lekin bitta yana shunga teyib ketmoqchiman. Gibrid bizani mashina. To'g'ri, benzinda ham yursa bo'ladi. Endi to'kan bab to'ldirib yuraman. Bemalol komfortliroq yurganimni his qilaman, to'g'risi, motori yurishiga qaraganda. Lekin ikkita zaradniy stansiya topa oldim. Qidirib, so'rab, surishtirib. Bittasi biziq, bittasiga уже borganim yo'q, to'g'risi. Ya'ni benzin arzon bo'lganiga ham bilmayman, zaradniy stansiyalar вообще ishlamaydi yani. Yo'q yani. O'shaning uchun ishonmanglar. Unga endi to'liq elektr privodda borsa uyalib qolish mumkin. Ya'ni 100% emas, balki toparsizlar. Nima qiynaldim, to'g'risi. To'g'ri, o'zi biz gibrid bo'lib turib qiynaldik. Endi sizlar polni 100% anaqada bo'lsanglar, elektromobil bo'lsanglar, misol uchun endi bilib bo'lmaydi, chegaradan 5 soat, 6 soat, balki 2 soat o'tib ketarsa, bilib bo'lmaydi. U yoqga borgandan keyin zaryadlar tugab qolsa, keyin yana joy qidir yoki o'zi shaharda ikkitami bor ekan, bittasi ishlamaydi, bittasida o'chirt ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni vaqtinglarni oladi, sizlarga ortiqcha problema chiqaradi. Shunaqa minuslari bor. Lekin pulni to'g'risi qadr yo'q desa ham bo'ladi. Buning uchun biz chiqqandan keyin biz $100 maydaladik. Nima qildik $100? Birinchi kun chegarada hech qanaqa rasxod qilmadik. Почти. Почти. Ya'ni hisoblanmaydi, ya'ni. Qancha 100 ming, 200 ming rasxod qilgan bo'lishimiz mumkin. Shimkentga borib ovqatlandik biz Burger Kingda. Oddiy Burger Kingga ovqatlandik.
keyin u yoqda уже otelda qoldik. Bo'ldi, shunga pul ketdi. Уже ertasi kun уже birinchi kunda уже $100 yo'q qildik. Уже ikkinchi kunga o'tgandan keyin yana dollar maydalashga to'g'ri keldi. Lekin hamma joyda ham dollar maydalab bo'lmaydi. Sizlarga maslahat, chegaradan o'tgandan keyin ham sim karta problema bo'ladi, ham dollar pulinglar bo'lsa o'sha yerda maydalab olinglar iloji bo'lsa, chunki shaharda ichida kechqurun sim karta hech qayerda ishlamaydi. 5-6 dan keyin уже ko'p joylar ishlamas ekan. Даже dollar maydalaydigan joylar ham ishlamas ekan. Shuning uchun rosa qiynaldik. Bittani ko'chada topdik, lekin bitta ko'cha bor ekan. Polni chap o'nda bor edi-yu, o'sha yerda maydaladik biz ham. Bitta o'sha yerda bor ekan, o'sha yerda topib oldik. Atak ya'ni tamojna maydalasalar endi o'sha yerda ko'rdim men, yolg'on emas. 43-44 ga maydalashadi $100, 43-44 ming tenge. Shahar ichida esa 46-47 ming, to'g'ri, 3-4 ming farq bor. Lekin komfort uchun, bemalol harakat qilish uchun 3-4 ming muhim emas deb o'ylayman. Sababi qiynalib yurib kechasi topib, yana tugab qoldi, bunaqa dardinglar yo'q. Sразу maydalab olib ketaveringlar. Ya'ni 3 ming, 4 ming degan necha pul bo'lyapti? $7, $6 mi shunaqa pul bo'lyapti, ya'ni 60 ming bitta chashka kofeda grubi qilib aytganda. Unda qilib olasizlar. Endi to'g'ri 100, 200 o'tgan misol uchun mana otel bilan birga 300 cha ketdi. 300 nechidir atrofida 100-102 marta maydaladik. Bitta karta otel to'lov bo'ldi. Kartadan to'lovlar bo'ldi, ana maydalashdan tashqari 300-350 atrofida ketdi. Bir kecha 1,5 kun uchun. Endi Chimkent uchun qimmat deb o'ylayman. Ya'ni sababi Xitoyda ham bunchalar rasxat bo'lmaydi-da. Pekingda, Beijingda bilmadim. Hong Kongda ham bunchalik bo'lmasa kerak. Endi nima sababdan bunaqa rasxat? Shu ovqat menimcha. Chunki biz hech narsa olganimiz yo'q. Kim-kecha endi Chimkentdan kim-kecha olish uchun bormaymiz, to'g'risi. Boshqa bir ekskursiyalarga ham borgan. Faqat yeb ichishga ketdi-da, bunday o'ylab qarasan. Boshqa narsa ketgani yo'q. Yeb ichish yeb qo'yar ekan, ya'ni yeb ichish qimmat. Chimkent uchun qimmat. Endi bilmayman, sredniy oylik zarplata qanaqa bo'lyapti u yerda. Ularni endi bilmaymiz istatistika bo'yicha. No yeb ichish qimmat ekan. Bitta ovqatlanishimizni bizga 15 ming tengaga tushdi, даже 14 ming qanchadir bo'ldi. Примерно grubi 15 ming qilib olsak ham, ya'ni bu O'zbekistonga qaraganda qimmat ancha. $35 bo'ladi. Ya'ni bizdan bir barobar qimmat desa ham bo'ladi. Yana hali bu yegan joyimiz Burger Kingda. Burger King. Fast food, ya'ni mana O'zbekistonda ham biz yeymiz. Bu yerda ochilgandan beri, misol, kirib xuddi shu menyuga o'xshagan yoki xuddi shunaqa menyularni biza 180-200 ming atrofida deb. Bizning bitta Burger King kirib chiqishimiz. Chimkentda 350-400 minglarga aylanyapti. Bu почти 2 barobar. Qimmat degani. Chimkent uchun menimcha qimmat. Endi Olmati bo'lsa boshqa, endi shahar ajratish bo'lmasin-ku, baribir Olmati endi Qozog'istonning megapolislardan bittasi. Astana, Olmata, ularga stoyit endi. Hali 5 barmoq ham yeganimiz yo'q. Oldimizga shunday taxtid ishlada qo'yib. Yegan narsamiz Burger King. Eng mashhur taomlari 5 barmoq, qovurdoqlarni yeganimiz yo'q. Oddiy Burger King, KFC yedik biz. Ularga kirsak bilmadim, lekin qancha bo'lib ketadi. Bilmadim, borganda endi inshaalloh reja qilyapmiz. Mayda boramiz. May o'rtasida konsert bor. Konsert bahonasida borib Olmata, Astana o'sha yerdan aylanib kelmoqchimiz. Endi shu hisobda yeymiz. 5 barmog'ini ham yeymiz. Qozog'iston bilan aloqali qanaqa ovqat, oziq-ovqat ichadigan qimiz nima bo'lsa, hammasini tatib ko'ramiz, o'zi videolar qo'yib turamiz. Mutlaqo. O'zi biz mayda o'rtasida ofitsialni borganimiz uchun bu grubi borib, chegara qanaqa o'tadi, mashinada borsak qanaqa ekan, yo samolyotda borsak qaysi bir qulay bo'lish uchun shu maqsadda biz mashinada o'tib ko'rdik, qanaqa bo'lar ekan. Birato'g'ri keyin Chimkent yaqin shahar bo'lgani uchun Chimkentga borib ko'rgandik. Shuning uchun biz asosiy taomlari 5 barmoq, qordoqlarni yeb ko'rmadik. Bu safar glavniy borganimizda xudo xolasa hammasini vlog qilib videodagi olamiz. Xudo xolasa to'g'ri Qozog'iston yaqin davlat bo'lishi mumkin kimgadirga. Misol uchun vaqtinglar yo'q, boshqa. Yaqin davlat bo'lganimi, lekin ularning kulturasi, ularni deylik juda ham katta farq bor. Ularning madaniyatida, ularning hamma narsasida farqi bor. Misol uchun borib ko'rishni tavsiya beramiz. Lekin bitta farq bo'lmagan narsa,
ko'chada yursanglar, Toshkentda, O'zbekistonda qanaqa yursanglar shunaqa his qilasizlar. Atrof Cobalt to'la, Lacetti deysizlarmi, hammasi bor. Ya'ni BYD lekin bizadek emas. BYDlarni ko'rdik, 2-3 ta ko'rgandirman umumiy 1,5 kunda. Lekin Cobalt, Nexus 3 deysizlarmi, eski Toyota, Mayotami nima bo'lsa, hammasidan oshig'i bilan bor. Ya'ni qaraysizlarni o'rganib qolgansizlar-da, ko'z o'rganadi endi. O'zbekistonda yurganda, yuromda qarab Cobaltda nomerga qaraganda bunda o'ziga kelib olasizlar. Ha, Qozog'istonda mana anaqa bo'lib qoladi odam. Ko'z o'rganib qolganda, Cobalt ko'p. O'zbekistondan ko'p Cobalt bo'lsa agar anaqa qilmayman, udivlyatsiya qilmayman ya'ni. Yana bitta bizani eng ko'p ko'zimizga tushgan narsa svetoforlarda, voy, o'zi ham yani Toshkentda bunaqa svetofor bo'lsa bilmadim nima bo'lardi. Yani 3 minutdan pashta 5 minutgacha ham turishingiz mumkin svetoforda. Hani nimani o'ylab qilingan endi bilmadim. Ko'chalar katta endi lokatsion o'zi, ya'ni joy katta endi Qozog'iston katta davlat. No, svetofor bunchalik uzun qilishini ma'nosini to'g'risi tushuna olmadim. Chunki sababi bu yerda faqat mashina emas, peshxodni ham o'ylash kerak. Peshxod bo'lib men bitta ro'paraga o'tmoqchi bo'lsam 3-4-5 minut kutishim kerak-da. To'g'ri. Hani mashina bo'lsa ham xuddi shu, endi mashina bo'lsam o'tirib kutaman, misolda. Sovuq, svetofor rosa uzun ekan, lekin ya'ni nima deydi? Odam yuragini siqib qo'radigan uzun ekan, to'g'risi. O'zi 5 ta mashina bor. Rostdan, endi vaqtiga qarab, obeddan oldin chiqdik biz. Va juda ham tez yuradi mashina, to'g'ri? Вообще sal bespredel haydashar ekan. Ya'ni anaqa yo'q, nima deydi? Shahar ichida orqamdan migat svet, men migat qilib kelishyapti. Shahar ichidamiz, sentrdamiz. Endi migat qilib kelyapti orqadan, ya'ni bilmadim. VIP Kazak deydi-yu, shunaqa bir anaqa bormi, atmosfera bormi bila olmadik yani. No, lekin yoqdi bizga. Tabiati yaxshi, havosi yaxshi, juda ham go'zal manzaralari bor. To'g'ri, biz unaqa uzoqqa bormagan bo'lsak ham, lekin farqli narsalarni ko'rdik yo'qda. Mana shunaqa narsalar, hozir aytib bergan narsalarimiz. Yana qanaqa narsalarni ko'rdik? Nimalar bor edi? Masjid juda chiroyli ekan. Masjid. O'sha Saidjon qori. Ha, Saidjon qori masjidi. Masjidi bor. Zo'r. Ya'ni mashallah zo'r. Internetda ko'rdim o'zim uni, bir Instagramda nasib qilibdi. Bordik, zo'r ekan yani. Boshqa. Eng katta jami ekan. O'sha yerda hamma o'tayotgan yo'lovchilar, o'sha anaqa fura haydaydiganlar, mana odamlar o'zi ham fura haydaydilar. Endi mana o'sha bitta oq masjid bor ekan, o'sha yerda kirib qilishar ekan hamma. O'sha yo'lovchilar o'tib kelar ekan o'sha. Katta qilgan. Juda katta lekin, ya'ni endi jumaga mos kelmaganimiz uchun ko'ra olmadik qanchalik to'lishini. Misol O'zbekistonda hozir Luboy masjid jumada ko'chalargacha toshib ketadi-da odam. To'g'ri. Endi u yerda qanaqa bilmayman. Biz peshinga kirdik, peshin o'qishga. Ikkita sof to'luvdi, pashli. Endi ma'lum joylar yopiq babi, chunki masjidda o'zi videoga qo'ydik, 10 tarafi bundoq kupol o'rta anaqa bo'lgan joy ochuvdi oltin bilan. Chap tarafda Alloh 99 ta ismi bo'lgan taraf bo'limida o'qiyotdi namoz. O'sha yoqqa qo'shildik. Atak zo'r, ya'ni Chimkent, Qozog'iston polniy kulturasini Chimkentga bog'liq qilib turib gapirish qiyin bo'ladi. Sababi Almaty Astanani ham ko'rishimiz kerak, qishloqlarga borishimiz kerak. Hali qiladigan ishimiz ko'p, to'g'risi. Boradigan joylarimiz ko'p. Shu may o'rtasida inshaalloh bir normalniy yo'lga chiqib, bir 10-15 kunmi, bir hafta 10 kunmi o'sha yerda polniy yurib, aylanib, ko'rib, prirodasini, dron eng muhim narsa biz uchun dron uchirmoqchimiz. Misol Qozog'istonda облегченный variant ekan dron uchirish. Bemalol uchirib ko'rsa bo'lar ekan. Bizda endi unaqa emas. Bizda bilasizlar, dokumentatsiya bo'lsin, ruxsat olish bo'lsin, juda qiyin ekan. Va bitta dronni havoga ko'tarish 300, 400, 500 dollarga borar ekan. Endi qanchalik to'g'ri, tashqaridan olgan ma'lumotlarimiz bu rasmiy ma'lumot emas. Bizga aytishgan odamlarning bizga aytgan ma'lumoti bu. Yolg'on bo'lib chiqib keyin biz anaqa bo'lib qolmaylik. Lekin rostdan shunaqa aytishyapti. O'zingizlar ham Luboy internetga dron deb yozsanglar, kim anaqa qilsa telefon qilinglar, shuni aytishadi. 5-6 million deyshadi. 3-4 kishiga so'radik, hammasi bitta gap. Dron uchirmoqchimiz. Inshaalloh o'zimiz davlatimiz dronlarni sal yengillashtirsa, ruxsat anaqa taraflama O'zbekistonda ham dron bilan syomkalar qilib olib, tanitib ko'rsatmoqchimiz. To'g'ri, bizda millionta podpischiga bo'lib, bir anaqamiz yo'q, lekin o'zimizcha hobbi qilib, chiroyli syomkalar olib,
insonlarga ko'rsatishni xohlaymiz. Ya'ni bu oddiy narsa-da, o'zimizni O'zbekiston vatanimizni chiroyli ko'rsatishga nima deydi, priroda taraflama bo'lsin, sistema taraflama bo'lsin, shuni xohlaymiz ya'ni. Imkoniyatimiz cheklangan. Chunki bir xil syomkalar bor. Misol priroda syomkalarida men qo'limda kamera, Osmo 3 mi, telefonmi, iPhone bo'lsa ham, Endodasi bo'lsa ham rakursim bittada, to'g'ri chiroyli kadr chiqadi, lekin osmondan u dronda u atrof ko'rsatish boshqa. Yani, juda ham boshqa uровень. Uровень boshqa bo'ladi o'sha. Ya'ni ko'rgan turist, любой davlatda ko'rgan odam, men shuni ko'raman deb keladigan odamlar bor-da. Mana biz qanaqa mana Qozog'istonni ko'ryapmiz-da, mana shu dron syomkalarni men shuni qilmoqchiman deb ketyapman hozir Qozog'istonga. Otel olamiz, efendim, kerak bo'lsa arendaga mashina o'zimiz 10 soat hozir mashina haydab boramiz Almatiga. 10,5 soat. Yana 15 soat Astanaga. Hani men buni qabul qilib, shu syomkalar uchun shu prirodani ko'ray deb ketmoqchiman. Endi o'ylang, O'zbekistonda ham xuddi shu narsa bo'lganini. Insonlar bor. Hali bizdan battar prirodniy insonlar bor. Ular вообще ani gruppalab yuradigan. Kelishadi, syomka. Ham turistik bir pribıl bu. Qo'shimchasiga ham endi nima deydi? Yengilab qolishini so'rardik. Xudo xolasa. Chunki bizda ham oxirgi paytlar e'tibor bergan bo'lsanglar, turistlar juda ham ko'paydi. To'g'ri, tarixiy obidalarimizga va mana Imom al-Buxoriy masjidi ochildi O'zbekistonda va yana Islom sivilizatsiya markazi ochildi. Yanada turistlar ko'payishni boshladi. Nafaqat tarixiy joylarimiz, balki tabiatimizni ham ko'rishni xohlaymiz-da ularni turistlarni. Shu maqsadda ham agar yengillik kiritishsa, Xudo xolasa biz ham harakat qilib dronlarda, tepalardan chiroyli joylarni ko'rsatmoqchimiz. Ham o'zimizga ko'rsatib, ham turistlarga, ya'ni davlatimizga ham o'zimiz ham maza qilaylik, ham davlatimizga ham foyda keltiraylik degan maqsadda Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Misol uchun mana tamojnaga bordik. Nima ish qilasizlar, nimalar qilasizlar falan piston. Bitta olgan syomkalarimizni ko'rsatdik falan. Keyin taklif kelib qoldi. Aytishdiki, hozir ani tamojniy syomka. Tamojniy protsessi syomkasini qilib bera olasizlarmi, misol uchun. Endi hozir biz ketganda, inshaalloh hozir kunni rejalashtiryapmiz. Ssenariy, proyekt, ruxsat olinadi. Mana shunaqalar kutilyapti hozir. Protsesga boshlagan. Qozog'iston tamojnasining kirish-chiqish qoidalari bo'lsin va shu kabi ma'lumotlarni birlashtirgan holda kichik bir ko'rsatuvmi deyiladi, nima deyiladi? Endi belgesel ne deniyor? Belgesel. Hujjatli film nima? Shunaqa bir anaqa chiqarmoqchimiz hozir. Rasmiy video. Rasmiy video bo'ladi. O'zligini televizor, sotsial siyosat o'zligi ishlatishadi. Biz ham qo'shib ruxsat olib qo'yib ko'rsatamiz insonlarga biz bu ishlarni ham qilganimizni. O'zbekistonda ham misol uchun chiqayotganda taklif qilib ko'ramiz. Ya'ni bizning bu tiki missiyamiz, ya'ni xohishimiz nima? Biz hobby как traveler bo'lib yurimiz. Opitimizni, ko'rganlarimizni mana shunaqa qisqa vlog shaklida qo'yib sizlarga ulashtirmoqchimiz. To'g'ri. Chunki faqat videoda ko'rganinglar bu chiroyli ko'ringan manzara bo'ladimi? Yomon ko'rgan manzaralar bo'ladimi? Video 3 ta ko'riladi, 5 ta ko'riladi, bu bizga qiziq emas. Bizga qiziq narsa sizlarga buni yetkazib berish va sizlarga qandaydir bir foyda, bir ma'lumot olgan bo'lsanglar biz orqali biz xursandmiz. Biz na donation xohlaymiz, na like bosinglar, podpiska tashing. To'g'ri. Ko'rib o'tib ketinglar. Xohlasanglar. Ya davomiy ko'rgilik kelsa alohida albatta xursand bo'lamiz, lekin buni ketida emasmiz, to'g'risi. Bizning xohishimiz bitta. Olgan opit va ko'rgan narsalarimizni siz bilan bo'lishish. Kimgadir foydasi bo'ladi, kimdirga foydasi bo'lmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun shu, ya'ni bizning xohishimiz bu. To'g'ri. Shu yo'lda biz yo'lga chiqdik. Shu maqsadda ham o'zimizni hobby boshida o'zi bitta joyda ishlayotgandik, to'g'risi. Mana qarang, nimalarga olib kelmadi bizani hayot. Bu bitta joyda yaxshi bitta firmada ishlayotgandik. Endi nonini yeganmiz. Hech kim anaqa demaymiz. Yaxshi firma edi. Ko'rishdik, yaxshi narsalar o'rgandik, to'g'risi. Shu o'rgangan va qilgan ishlarimiz bo'yicha davom etishni xohladik, lekin imkoniyat va bilmayman, endi bozorga shakllarga ko'rami, biz uncha ichiga kirib chuqurlashgimiz kelmadi. Yo'q, ko'zimizga katta ko'rindi, yo'q qo'rqdim, to'g'risi. Ответственность olishdan, chunki juda katta proyektga kelyotdi.
sal qo'rqdim, orqaga qadam otdim. Dedimki, keyin undan o'rniga bitta sal o'zimizni tinchlantirib, travel blog shaklida chiroyli bir aylanib, insonlarga ko'rsatib, tushuntirib bir harakat urinib ko'raylik. Ya'ni ertaga urinmadik, qilmadik bo'lmasin. Urinmoqmiz, harakat qilyapmiz. Bu aytganimizdek, ya'ni bir narsaga erishish, buni orqasidan bir bunaqa niyatimiz yo'q. Biz buni yana aytib o'tyapman, hobbi qilib qilyapmiz. Ya'ni bu polniy hobbi. Bu video 1 ko'rilsa ham, 0 ko'rilsa ham YouTube'da bo'ladi. Ikkinchi video yaxshiroq bo'ladi. U ham ko'rgani davom ettiradi. Mana shunaqa sistema shu bizada. Shu. Bizning endi umumiy maqsadimiz, чтобы biza ko'ryapmiz shu joylarni, чтобы kadrlarni olyapmiz, videolarga olyapmiz, chiroyli joylarga boryapmiz. Kimdirlar ishda bo'ladi, vaqti bo'la olmaydi. Ular ham чтобы ishdan kelgan paytida ko'rsin, shu joylarga borgandek bo'lsin, his qilsin. Biza ko'rdik shuncha narsani, ular ham his qilsin degan maqsadda endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, internetga qo'yamiz. Agar ko'rishsa, bizani kuzatishsanglar, agar bitta podpiska kelsa ham to'g'ri biza xursand bo'lamiz. Va mana misol biz bitta joylarga boryapmiz. Chiroyli ko'rinishga ega joylarga boryapmiz, qarayapmiz misol uchun. Va lokatsiya xohlasanglar Telegramga chastni tashab beramiz. Ya'ni bizda unaqa kanal, tur paket, işte lokatsiya olish uchun bunga podpiska tasha, 30 ta odam qo'shishing kerak. Metr keyini skan qilib tasha. Bizda unaqa narsalar yo'q. Unaqa narsa yo'q. Tekinga shuna tashab beriladi. Bu problem emas. Sababi aytayapman-ku, biza sizlar ko'rgan narsalarni internetda ko'rasizlar. Biz ham chunki shu ishlayotgan Instagram biz ham ishlatamiz. Sizlar nima ko'rsanglar, почти O'zbekiston lokatsionniy bo'lib turib, 60-40% bo'lsa ham biz ham bir xil narsa ko'ramiz. Увлечённость boshqacha bo'lishi mumkin, u alohida. Ko'rgan narsalarimizga, bora olgan joylarimizga borib, syomka qilib, chiroyli video yasashga harakat qilib, vlog qilib turib qo'yib va lokatsiya bu qism va qiyinchiliklarni, misol borgan joyimizga qanaqa boriladi, to'lovlari bormi, necha kilometr, qanaqa borish kerak, yoningizga nima olsanglar foydasi bor, tuprog'i qanaqa, loy bormi, ya'ni shu detallar asosida sizlarga ma'lumot beramiz. To'g'ri. Shu ishimiz bu. Agar bormoqchi bo'lsanglar shu joyga, misol uchun nimalar kerak bo'ladi, o'zingizlar bilan nimalar olishinglar kerak, nimalarga tayyor bo'lishinglar kerak, qanaqa ob-havo bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi, qancha rasxodlar ketadi. Sizlar uchun foyda bo'ladi juda ham. Chunki biz boshimizdan o'tkazsak, sizlarga boshimizdan o'tkazgan narsalarni aytib bersak, sizlar shu xatoni qilmaysizlar, ba'zi bir xato kamchiliklari bo'lishi mumkin. Ularni biz sizlarga oldindan aytsak, sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi bu narsa. Va o'zingizlar ham mazza qilib ko'rgan bo'lasizlar, ham foydali ma'lumot ko'rgan bo'lasizlar. Qaysi kunlar chiqish kerak? Oila bilan chiqadigan ya'ni chunki endi tog' qanaqa narsa, tog'da oila bilan chiqiladigan joy bor, oilasiz chiqiladigan joylar bor-da. Chunki peshkom yuradigan joylar bor, tepaga qarab tirmanmak ne demak? To'g'ri. Tirmanish qilinadigan joylar bor. Hani shu sababdan biza maksimalni ko'rib sizlarga aytib beryapmizki, sizlar tirmanish bo'lgan joyda, chunki sizlar videoni ko'rasizlar, manzara juda chiroyli yoqadi, lekin borgandan keyin mashina parkovka qilasizlar, qayerqadir qo'ydinglar deylik, tirmanish kerak u manzaraga. To'g'ri. Oila bilan imkoniyati yo'q-da, pashta. Oila bilan vaqt tomonlama. Misol uchun deylik, ba'zi joylarni ko'rdinglar, go'zal manzaralarni ko'ryapmiz-da, surishtirmoqmiz 35 kilometr yo 18 kilometr ba'zi joylarga tirmanib chiqish kerak-da. Uni imkonsiz ya'ni. Misol uchun oilangiz bilan bordingiz yoki bir kunlik vaqtingiz bor, bir kunlik dam olasiz, misol uchun. Davlat ishida ishlashingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bir kun vaqtingiz bor haftada, siz mashina bilan ertalab bordingiz-da, yoki chiqdingiz, ujra obeddan keyin bo'ldi, ozgina o'tirasiz, yana qaytib tushish kerak, kech bo'lib ketadi, ya'ni shu masalalari bor. Shu narsalarni oldindan ko'rib sizlarga o'zi hiking, ya'ni tirmanish alohida bitta kultura. Uni ham oldindan aytib o'taylik. Ya'ni bu hammani qiladigan narsasi emas. To'g'ri. Как biznes, как doktorlik, bu ham bitta professiya menga ko'ra hiking. Chunki oyoq kiyimdan tortib kartani o'qishni bilish, ya'ni detali juda ko'p. Bu ko'rilgandek oson narsa emas. Men shunday yugurib chiqaman, yoshlikdan bo'tqa sakraydim degan narsa emas. Bu hayot masalasi bor bu yerda. O'shaning uchun hikingga qilmasdan oldin mutlaqo ishi biladigan, biz ham mana misol hiking qilish niyatimiz bor, lekin hozir yaxshi komanda, professionalniy bir komanda, shular bilan birga chiqib o'rganmoqchimiz. Ya'ni biz o'z boshimcha bora olamiz. Nu o'tda nima bo'ladi, Alloh biladi. O'shaning uchun maksimalniy o'zimizni himoyaga olgan holda professionalniy komanda bilan qilishlarni tavsiya qilaman. Misol uchun bir tur bo'ladimi, gruppalar bilan chiqish bo'ladi misol. Shularga qo'shilinglar.
bitta ikkita ko'rdim. 390 ming, 450 mingdan boshlaydi. Ya'ni shularga bir marta berib, ko'rib, sinab o'zinglarni, chunki oyoq kiyim ham juda muhim ekan. Kiyadigan shimilardan futbolka, shapka, bir bo'yinliklar, ya'ni detali ko'p. Men bo'ldi, ketdim, katta o'toqqa tirmanamiz. Unaqa tog' tirmanish u boshqa. Endi misol 50 metr, 60 metr, 100 metr. Endi odamlar bor 2-3 ming metrga chiqyapti. 5 ming, 7 ming metrga qarab yo'lga olganlar bor. Endi ular professional haykingchilar endi mana. Farq katta. To'g'ri. Shikli mana shu yarim soatlik narsani o'zi gapirib bir pasda. Chimkentdan boshladik, Qozog'istondan qaqiligadir kirib chiqdik. Ya'ni ko'rsanglar, mana bir qo'shimcha ma'lumot, как bonus sifatida. To'g'ri. O'shaning uchun video birinchi vlogimiz bu, уже 20 minutdan oshibdi, ancha bo'pti. To'g'ri. Menimcha birinchi vlog uchun yetadi bu. Birinchi blokni juda ham zo'r bu. Chunki hech edit anaqa yo'q, ya'ni primoy qo'yiladi. To'g'ri, bir to'g'lanadigan joyi bordir, kesib qo'yiladigan joyi bordir. Lekin edit, chunki bu anaqa videosi emas, bu vlog tushuntirish videosi. To'g'ri. Orada bir shunaqa videolar kelib turadi, sal uzun bo'ladi, siqilib qolsanglar uzr so'raymiz, lekin aytgandek ma'lumotlarni bo'lishishi vaqti va hamma narsa mana bizda hozir oldimizda na ssenariy, na bir şey, na yozuv hech narsa yo'q. To'g'ri. Biza esimizga tushgan sari qismlarni eslab sizlarga anaqa qilyapmiz, tushuntiryapmiz. Chunki yashagan qismimizda poetapni eslayapmizda sizga tushuntirib beramiz. Bitta joyga yozib olib, bir narsa sizga primoy matn o'qib berayotganimiz yo'q. To'g'ri. Ya'ni haqiqiy yashab o'tgan narsalarimizni sizlarga aytib beryapmiz, chunki bu birinchi videomiz bo'lgani uchun shunaqa ozgina uzunroq bo'ldi. Ma'lumotlarni bo'lishganimiz uchun. Уже sizlar keyingi videolarda уже borgan joylarimizni o'zida, сразу o'zida qisqa, ya'ni o'sha kadrlarni, chiroyli joylarni qo'yib boramiz. Ha, ya как уже чистый иностранный влог. Ko'rasizlar, biz ham havas qilamiz, inshaalloh shu anaqalarni olaylik. Xuddi shunaqa borgan joyimizni o'zidan primoy anaqa videolar olinib, ma'lumotda bo'lishamiz. Xudo xolasa, nima deymiz? Shu yerda videoni tugatamiz. Agarda videoni oxirigacha ko'rganlarga juda ham rahmat, kattakon. Shunchalik hurmat qilib bizani oxirigacha ham ko'rganinglar uchun. Yaqinda уже bizada haqiqiy уже vloglar chiqishda boshlaydi, boshqa chet el davlatlar haqida. Agar sizga qiziq bo'lsa, bizani kuzatishda davom eting. Agar podpiska bosib qo'ying, qiyin bo'lmasa bitta like ham bosib qo'ysangiz, bizani shtobi sizdan keyingi odamga chiqishiga yordam beradi, ko'rsatishiga yordam bergan bo'lasiz. Va sizda qanaqa? Ya'ni shu maqsad, ya'ni bu like, podpiska bu narsalar nima deydi? Qancha insonga, ya'ni siz shu maqsadda o'ylang. Like, podpiska, misol buni otishingiz maqsad boshqa sizga bo'lgan foydali ma'lumotni boshqasiga tekinga bo'lishish imkoniyatiga egasiz. Tekinga. To'g'ri. Biz mana qanday tekin, nima qanaqa ma'lumot o'tkazayotgan bo'lsak, misol, balki bizdan ko'p bilardir sizlar, u problema emas. Lekin dunyomizda sistemani yurish shakli bilimni ko'p kamligiga qarab emas, bilimni o'tkazish, ya'ni boshqalarga ham yetkazib berish muhim. Chunki men bu bilim, men hamma narsani bilaman deb mozorga kirib o'lgandan keyin u bilim bilan boshqa yoqda ish qila olmayman. Уже bo'ldi, u ketdi. O'shaning uchun biz nimaga bu vlog qilyapmiz? Bo'lgan kichkina bo'lsa ham opitimizni, balki bilmayman endi, mana hayot tajribamizni bo'lak sizga yetkazyapmiz. Shu. To'g'ri, kattakon rahmat sizga ham. Sizga ham rahmat Sardor bey. Ma'lumotlar berdingiz. Astag'firullah, hammamiz berdik. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat hammaga kattakon. Xudo xolasa. Arrivederci. Bizaga iyi ta'tillar. Dam olamiz. Dam olamiz biza. Hadi bay bay.